Ruchka emas, siyoh qalam. Xiaomi'ni o'zini siyoh qalami bor ekan. Kelinglar uni boshqa siyoh qalamlarga nisbatan farqini tekshirib ko'ramiz va oxirida sizlarga uni narxini va qayerdan sotib olishinglar mumkinligini aytib o'taman. Demak, xulosa shuki, oddiy siyoh qalamlari bilan Xiaomi'ni siyoh qalamlarining farqi juda ham katta emas. Farqi shundaki, Xiaomi'ni siyoh qalamlari ranglarni ochiqroq qilib, chiroyliroq ko'rsatyapti. Va oddiy siyoh qalamlari yozilganda yumshoq yozilyapti. Xiaomi'ni siyoh qalamlari esa trap, ya'ni qotib yozyapti. Balkim bu chap qo'limda yozganim uchundir, chapaqay bo'lganim uchundir. Agar buni o'zingizlar tekshirib ko'rmoqchi bo'lsanglar, 79 mingga Xiaomi'ni o'zini do'konidan olsanglar bo'ladi. Like bosing va obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.